Aka? Uka, siz yuribsan, tinchlikmi? Siz meni tushunasizmi yo'qmi? Ishlaysiz ham ishlatmasangiz. O'rtoqlarim qanaqa kiyimlarda yuribdi? Men bo'lsa shu kiyimda yuribman. Ishlatmaganingizga yarasha puldan bering, kiyib olay meni. Hozir yonimda yo'q edi. Hozir ustamni olib beraman, uka. Bo'ldi, narsalarni yig'ishtirib ketamiz. Ustaga bitta iltimos bor edi. Ish haqimni oldindan berib turing. Zarur bo'lib qolibdi, hozir ukamga berib yuborishim kerak edi. Mayli, berib turaverman. O'yin kulgisiga emasmish qilib. Rahmat ustaga, yo'q, aka, zaruratga, yaxshi narsaga, aka. Otabek, mayli, o'rtog'ing juda noto'g'ri ish qilyapti. Sen o'rtog'i bo'lib tushuntir unga. Biraz ukangni rosa yaxshi ko'rasan bilaman, lekin o'zingni erkalatib qo'ygansan. $100 ham shunday berib yuboryapsan. Bu berayotgan pulingni hisobini so'raysanmi? Nimaga ishlatyapsan? Qancha qoldi deb? Hamma ham ukasini yaxshi ko'radi, lekin seni otang yo'q. Ota o'rnida ota bo'lishing kerak ukangga. Mayli yoshlar, lekin tarbiyasiga hushyor bo'lgan. To'g'ri aytyapsizlar. Lekin men ukamga qattiq qo'llik qila olmayman. Ukam ota-onam yo'q deb o'ksishini istamayman. Akajonim! O'zimda ekan. Uka, senga nima bo'ldi? Natim akam, men sizni yaxshi ko'raman. Uka, men ham seni yaxshi ko'raman. Shayda turib tur, qimirlamaydi. Boshda tez mo'sangni kalitini berib tur, ukamni uyga tashlab qo'y, iltimos. Bo'pti do'stlar, hozir kelaman. Voy boshim. Aka, bu yerda nima qilyapsiz? Kechqurun bilan tepamda o'tirib chiqdingizmi? Uka, mana nechiga kirding? 18 yoshga. Shuncha yil senga ota-onamiz yo'qligini bildirdimmi? Biror marta ota-onamiz yo'qligidan o'ksidingmi? Yo'q aka, nimaga bunaqa deyapsiz? Biror marta siz tufayli ota-onam yo'qligini bilganim yo'q. Nima aytadigan bo'lsam og'zimdan chiqqan muhayyo qilasiz aka, boringizga shukr. Bildirmagan bo'lsam, sen nimaga menga ota-onamiz yo'qligini bildiryapsan? Nimaga meni ota-onamiz yo'qligi uchun o'ksityapsan? Balki boshimizda ota-onamiz bo'lganda sen bunaqa taltayib ketmas eding. Aka, meni kechiring. To'qlikka sho'xlik qilganim uchun kechiring. Sizning mehnatlaringizni qadriga yetmaganim uchun kechiring aka. Bundan buyog'iga o'zgaraman, o'zimni yo'limni topaman.